51 kun bir tomonda butun bir diniy jamoa, ichida ayollar va bolalar, ikkinchi tomonda FQB va tanklar. Oxiri yong'in bilan tugadi. 76 ta kishi halok bo'ldi. 1993-yil Amerika, Texas shtati. David Koresh degan odam o'zini payg'ambar deb e'lon qilgan. Atrofida jamoa to'plagandi. Ular shahar tashqarisidagi katta hovlida qurol-yarog' jamlab yashardi. Hukumat ularni qonunni buzishda aybladi. Birinchi to'qnashuvdayoq ikki tomondan ham odamlar halok bo'ldi. Shundan keyin uzoq qamal boshlandi. 51 kun. FQB suvni, elektrni o'chirdi. Kechasi baland ovozda musiqa qo'yib jamoani charchatishga urindi. Lekin Koresh taslim bo'lishni rad etdi. 51-kuni FQB hujumga o'tdi. Tanklar bilan binoni devorini buzib, ichkariga ko'z yoshlovchi gaz purkadi. Shu payt bino bir necha joyidan birdaniga yonib ketdi. Olov shu qadar tez tarqaldiki, ichkaridagilarni aksariyati chiqib ulgurmadi. 76 ta kishi halok bo'ldi. Ular orasida 25 ga yaqin bola bor edi. Yong'inni kim boshlagani haqida bahs bugungacha tugagani yo'q. Hukumat aybni jamoani o'ziga qo'yadi. Tirik qolganlar bo'lsa boshqacha gapiradi. Haqiqatni endi hech kim aniq bilmaydi. Keyingi videoda operatsiya paytida uyg'onib ketgan, lekin qimirlomay va gapirolmay qolgan odam haqida.